作怪，人鬼不分深夜愁，得饮就是全饮酒，得风流是解风流。保障，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保长，想笑却哭，想哭却笑，哈，保长，好人难当，好人难当，哈哈，保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间其中贵做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，暖是暮暮已是秋，寒是江山天不由。O'quvchi kelmaydi-ku. Aldırman ha. Yani birden saklaylı. Yanıyor hanım. Dindang birader. Oy tutundigi. O'qish boshlash marosimini hazırını başlamışsın ha? Hazırını başlaymiz. Birim o'quvchi kelmadi. Nima? Birim o'quvchi kelmadi. Oo. Birimi o'quvchi kelmadimi? Men tehi o'qish boshlash marosimida bir necha yig'i so'z qilaman debdiman. Qarang, so'zimni yezib kelgandim. Ha, bo'ldilar. O'zimni avar qilmaycha bo'ldi. Ketdim. Hay, tutundigi. Sizlar degan yerlik amaldor bu maktabni quramisak, buningga sizlar javobgarjimi? Men bu yerlik amaldor. Yuqoridan qanchalik o'quvchi yig'ish to'g'riliq uqtirish tushunmasa, ha? Agar askar tutilgan chog'dagidek bir buyruq tushgan bo'lsa-ku, cho'qim vazifani o'rnida bitatdim. Tutundigi. Qayta o'qish boshlagan chog'da men chaqiralar, cho'qim kelaman. Xonim. Xotin demoqchimidingiz? Yo'q, xonim demoqchidim. Yolg'iz meni o'qitsangizlar bo'lmadimi? Men hozir odam, eg'iz, qo'l deganlarni o'rgandim. Endi yana kala, cho'shqa, ot deganlarni o'rgatsangiz bo'ladi emasmi? 5000 kumush tanga. Nima? 5000? Ganjin puluchi 50 ming. Ha? Ganjin bileti degan narsa nereden paydo bo'ldi ekan? Hamma narsani qiymat setib olyapmiz. Agar olmasangiz, keyin 500 mingga mo setib olamasangiz mumkin. Bo'pti. Olay. Xo'jayin, xodimning damakisi bir bo'liq qancha pul? 10 ganjin beltiga bir bo'liq. Men 10 bo'liq beraman. Qiram bo'lib yetami? Ha, yetadi. Ey xo'jayin, men 10 bo'liq olay. 100 ganjin beltiga bir bo'liq sotaman. Bo'pti, olaman. Ha. 1000 ganjin beltiga bir bo'liq. Bir bo'liq beraman. Ha, ma'qul.
mal bahasının örlep ketishi Ganjin biletiga munosabatlik. Ganjin bileti bo'lsa, mal bahasının örlep ketishiga munosabatlik. Bir dolqun besilmay turib, yana bir dolqun ko'tarildi. Bu bir dolqun besilmay turib, yana bir dolqun ko'tarildi deganimning ma'nosi. Teğe bir dolqun pasaymay turibla, yana bir dolqun ko'tarildi deganlik. Nana hamkes. Kichikkina ta'xir qiling, ha? O'lkalik hukumatning jiddiy telefonini qabul qildim. Bizni Lonin bozoriga darhol odam evatinglar deydi. Men Nana xon qiz bilan Janjan xon qizga at saharda yo'lga chiqishni buyruq qilaman. Xo'p. Bo'ladi. Bugun akşam Suchan qo'rimillari oshxonasida ikki xon qizni haraq sharaf bilan uzitib qo'yay. Son xos vakil, xon qizlar, jan hokim, PQning muhim ishim bo'lg'ashqa ruxsat so'ray degan. Sizcha? Yang banker, undaqda sizning nasibangiz nima yavitay, ha? Amsa men may. Xo'shamsa, xo'shamsa. Ko'pchilik diqqat! Noillik hukumatdan aloq tushdi. Noil sayyor nazorati O'yin bozoriga tekshirish xodimi evatdi ekan. O'yin bozoriga barliq fuqarolar tashqi chiqib kuch supursizlar. Supurmaganlarga har bir odamga 100 ganjin puli jarimani qo'yiladi. 100 ganjin puli jarimani qo'yiladi. Ko'tarat qachisi. Shunbiga nima deysiz? Men ezib ijro qilaman. Tekshirgidek nima bor ekan? Teqi kuch supurmasanlar 100 qo'y jarimani qo'yimiz deb ketdingmi? Sana deb qo'yay, menda bu pul degan jiq jarimani nega topshiraman? Albatta, Van Begimga topshiriladi. Ma'qul. Men hozirlik berib topshiray hamsa. Tutilmagi Can çırınışı bilenla bay bop ketadigan bolla. Nima olsiz? Ha? Lilovshan, agar ko'ch supursangiz, hech kim sizdan pul olmaydi. Supurishni xohlamasangiz, 100 ko'y qashlab, o'rningizga boshqalarni supurtkizamiz. Bu nahayat adil ishmi? Ha? Bo'ladi. To'xtab tursizlar, ha? Uyimizda jami 5 odam bor. Mening xotinimning arvozining sanvozining shoyarning jami 500 ko'y hammasini to'liq topshirdim joba. Ma o'lgur qiyirib qisiqni martlashib ketibdi. Tepu og'am narsini aymay qashlaydi-da, shunaqa. Akram, men ko'tiray. Bo'ldi, o'zim ketiraman. Necha pul topdingiz? 50 necha yamoq. Aran shunchilikmi? Az bo'lsin, jiq bo'lsin, o'zim topgan. Ha, shundoq. Akram, aytib qo'y. Anglasam, ko'ch supurmaydiganlar pul chiqarib odam silib supurgisi bo'ladi ekan, shundaqmi? Kuch chiqarganlar pul chiqarmaydi, pul chiqarganlar kuch chiqarmaydi. Bek adil. Amsa, pul topshirganlarning supuradigan yerni men ko'tira olay. Ha. Ey, ikimiz gaplashmasak, seni bir o'g'irlashni olaysan. Mana. Men baga pullarni xashlab bo'ldingizmi? Mening o'zim topgan pulni xajligim bor, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Bo'lamdi, bo'lmamdi. Bo'ladi. Agar hammasi supurishni xohlamasa, o'zingiz yolg'iz supursiz. Supurib bo'lolmaysizda o chaqda. Xos vakil atgan til keladigan tursa. Kechit supuraman. Bo'pti. Bu Lilovshan topshirgan 500 ko'y. Elam, men bu yerda birdam saqlab boqay. Yana pul topshirib ko'ch supurmaydiganlar bormikin, ha? Dunjak! Ha, Van Begim. Pul topshiraman. Hey, sen haramzadimi? Ya supurmamsa? Ha, qarslar, men ya supurdiq odamga o'xshamda. Mana, men bilan Yovmiy xo'jayinning 200 ko'y puli. Infoni olibsiz be. Bo'ladi. Vaqtingiz bo'lsa chayxonaga bering. Yovmiy choy damlab berdi.
Ko'rdingizmi? Mush oramzadimi? Odam teqi, ha? Bayılıp ketadigan bo'ldingiz endi. Buncha chiq bo'lishni o'ylamabdi ekanman. Ay, siz bo'lg'ach shundaq o'rningizni boshqalab olsa, bunchalik chiqolmaydi. Lan begim, sog'lom. Acha, sizmi bo'lgansiz, a? Yo'qani bo'ldi? Ha? Bo'ldi? Lan begim, olsam bütün bozordagilar ko'cha supurmaymiz debdi. Shundaq. Undaq bo'lsa ko'cha supurishni ko'tarabasizlar. O'zlarini bildilar. Biz qozonni osamay qilyapmiz. Ha, bu sal tasik to'xtadigan o'xshaydi. Siz faqat yerimni ko'tara olasiz. Ağa yerimni xo-xo ko'tara oldim. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Ha, bo'ladi demsa, sizga mana 100 koy beray. Lan begim, bizning bozorda shunchalik odam tursa, bu 100 koy. Az ko'ryotamsiz, ish bajarish o'rnimizga ozroq kuchli shaqib qolmasak bo'lmas. Siz supurgingiz bormi yo'q? Bo'lmasa, aglang 100 koyni. Ha, bo'ldi. Men spray. Sog'lom. Bu pulni ikkimiz bo'lishaylik. Xo-xo. Acha, siz pek yaxshi ekansiz. Undaq deyman. Amsa men berib supurgib kelay. Hozirlik kelaman, ha? Nima qilyapsizlar? Voy, edama, bu ashunchalik asli bo'ldi. Mana, tez bo'ling. Elim jiqaldi bu. Sen berib, darhol yana bir qatim javob kel. Meni chalamdi? Ha, xo-xo. Siz nima qilyapsiz, ha? Ishchilar og'riyotamda. Siz osmondagi yulduzni olaman desangizmi uzib beraman. Biroq men uzib bergandan keyin boshqalar bika berib atmasligimiz kerak-da. Nailik hükümetten alaq tushdi. Ülkelik ma'rif nazoratidan Longyin bozorimizga tekshirishga xodim avatidi ekan. Longyin bozoridagi 3 yoshdan yuqori 13 yoshdan tuvan bolalar atganlik tamoqdan keyin hammanglar Yangliu maktabiga o'qig'ili borsizlar. Maktabga bormaganlarga Munkoy Guanji puli jarimani qo'yiladi. Bo'ldi, sen bilan o'ynamayman, endi uxlayman. Meni papalab uxultib qo'y. Bo'lamdi. Hikoyat bera. Burunqi zamonda bir ana bor ekan. Uning 2 bolasi bor ekan. Birsi tishi, yana birsi erkak ekan. Tishisi otisi. Erkagi ingiskan. Ular Dabashan teg'ida yashaydi ekan. Ularning kunlari shundoq jafoliq bo'lsa-mu, lekin shundoq xushal yashaydi ekan. Xo-xo. Men sizga yasipishbagini keldim. Qarasam bu van cho'qir eski bo'g'ini bilan sizga pek yaxshi muomala qiladi ekan. Xo-xo. Sizlarga meni bundaq deb chaqirmisizlar deb necha qitim dedim. Bo'ldi. Kulib qolg'ashqa damalliqni o'zgartib qo'ymayapman. Hey, Juha, ilakroq berib supurasiz. Gap qilmaysiz-ku. Nima deyman? Nima deyshayni? Ko'nglingizdagi gaplarni qiling. 2 kundan beri nim bo'ldimkin, qapog'im tatib yuragim ig'aplab turdi. Mana bir ish chiqadigan-dek bilinyotdi. Voy, nima ish chiqapti? Men ma'yozu bo'lsamla, o'zingizni bexatar hisoblab bering.
Hua, to'xtab turing. Sizga bir narsa setib olgandim. Qarang. Oltin bilezik. Qarang. Hua. Nang. Qo'lingizga selib oling. Almayman, ip kesili. Men ip ketib nima qilaman buni? Men erkish tutsam, bilezik taqib olsam bo'lmas. Hua, o'zingiz bilasiz. Mening ya loyiqim yo'q. Men bilan aralashishni xohlaydigan ayollarni sanabmi tugatkili bo'lmaydi. Biroq mening ko'nglimda faqat sizni bor. Shunga ular hargizmi ko'nglimni olmaydi. Bu gaplarni anlig'im yo'q. Hua. Ma'qul demak. Buni taqib oling. Ha? Keling, Ahmet Satibay. Bo'ldi. Xijil bo'ldi ekanman. Er-xotin tursak nima xijil bo'lsiz? O'tiring. Xotin. Xonim, siz menga pek yaxshi muomala qilasiz. Rost, burun menga hech kim bunday yaxshi muomala qilib boqmagan. Men ba'zida tush ko'rayotgandim deb gumonlanib qolaman. Ahmaq. Men degan xotiningiz tursam. Tushunmadim. Rostli tushunmadim. Mening siz yaxshi ko'rishga arzigidek narim bor. Keling. Buni bilishingiz kerak. Tag'am meni sizga Po'lat Temir podshohining jiyani bo'lganligingiz uchun yotliq qildi. Sizga yotliq bo'lganligim uchun sizni yaxshi ko'rdim. Biz ayollarda kimga tegsang, shuning peshin chin tut degan gap bor. Biroq sizni odamning amriqligini keltirsiz. Asriq ahmoq bo'lsingizmi, yanala bek olmoq. Qarang sizni. Xotin. Amaliyot bir ishni sizga demagan edim. Biroq deyishga petinmayapman. Nimishqa? Sizni meni tashlatam degan debchi. Dana. Aslida bo'ldilar yanali demay. Deysiz. Aslida amaliyotda men Po'lat Temir podshohining jiyani emas. Mening pullarimni mirosga varislik qilishdan kelgan emas. Bu ishni men bilaman. Bilamsiz? Siz qanday bildingiz? Lo'yin bozordagilar go'njin pul tepibdi degan gapni anglagan chig'imda. Undaqda menga uyushib qolmassiz. Nimish qandoq bo'g'idakman? Xotin. Xotin. Nim bo'ldi? O'zimiz kirayli. Tezroq. Tasimi bir. Bo'ldi. Keldik. Hey, xo'jayin. Mo'shiyat saqlab turinglar. Men kechib shaharga qaytaman. Undan shakini qo'shib bersizmi? Qo'shib bersam qo'shib beray. Bo'ladi. Hey, bir ishinchi ko'tidi. Bu yerim kechada kim kelgandi? Men chiqib qarab boqay. Mana. Voy, tag'a, Yo'q yo'q qani. uyda. Uni muhim ish bilan izlab keldim.
Qani o'tiring. Men sizga choy damlab chiqay, ha? Çay demleymen demey, yanlıyorsun çakırı onu deydiğin gep ba. Ma'qul. Yanglıyor? Hı? Oy, tağa kep qapsızgı. Ha, siz kirip aramaylan. Menin yanlıyor bilen deyişilgan gepim ba. Emese sizga yigidek narsa tayyorlar. Ha, yemeymen. Oldu. Uxlan. Ma'qul. Ma'qul. Ish bo'lsa meni chaqiraman. Derhal ners gereklerinizin çıkıştırın, nahiyip gitiniz. Nim boldi? Dindan bilen boğan münasibetinizi üzün. Nimishqat? Er xotin degan bir önü adam boğan bilen bala kıyılqanı özünü kaçırdı. Bala qasa kirayil dep kaldı. Tağa nimish boldi? Meni qo'rqitmang ha. Sizge rast gepni qilay. Dingdan Polat Temür padişahının jiyan emasken, o pullarını loyin tegidin tepib olganken. Mushu ishmidi? Bu ishni men burilib bilgan. Siz bilganmidingiz? Siz qandoq bildingiz? U o'z og'zi bilan deb bergan. Siz bilib turib, yana onun bilan birga o'tamsiz? Tağa, men uni bek yaxshi ko'raman. Ha, bu pullar hükümetning ishtamini poklaydigan odatini o'zgartmaydi. U menimi balog'at qildi. Tağa, u pullarni ya bulimisa, ya o'g'irlimisa, nimish qizni balog'at qildi? Bu iş Pirq devlet hükümetini çöşütüp koydu. Yukarıdan teşhisga adım evetti. Tağdan pul ep tushganlar yolg'iz uli bo'lmasa, butun bozordagilar bag'an. Ajiba ular hamma odamni tutamdi ekan? Hargiz ishonmayman. Albatta, hammasini tutishi natayin. Biroq tepib olgan pulni cho'qim to'ldi. To'lasi to'latmamdi. Baribir setib olgan uyni qaytara olmaydi. Hajlab bo'lmagan pullarni qo'yib qo'ydik. Kim olaman desa ep ketsin. Hajlab bo'lganlarni-chi? Bu taqdan ep tushganda biroz sanab qo'ygan tursa. Shundaq bo'lgan taqdirdimi, u pullarni uyni qaytarsa, bir tiyinmi arzimaydigan gadoyga aylanib qoladi. Tağa, u chiqib tilamchilik qiladigan ish bo'lsa-mu, nima bilib tilamchilik qilaman? Tağa, boya deganlaringizning hammasini angladim. Men o'zimni Polat Temür podshohining jiyani demisam bo'pti ekan. Men sizlarga yuz kelmayman. Siz yangliyoni ep keting. Dindan, nimdayotsiz? Men ketmayman dedim, ketmayman. Ketmisingiz, ketmang. Men zo'rlamayman. Elimi yaxshi, bu jahonda pul bilan hal qilib bo'lmaydigan ish yo'q ekan. Mundaq bo'lsin. Uyinglarda yana hajlab bo'lmagan gönjin pullari bormi? Bah, yana yerim sevat bor. Hammasini karvatning ostiga qo'yib qo'ydim. Agar ikkinglar men ishonsanglar, pulni men bersanglar, kechishni ay bozorga ep ketay. Birinchidan, oqtirib tepib elib ep ketishning oldini olib bo'ladi. Ikkinchidan, yuqori tuvanga yo'l mengashga ishlatkil bo'ladi. Tağa, nim deganingiz bu? Hozirli pullarni qachilab beray. Hey, dingdang. Cho'qim esingizni tuting. Bo'yningizga kilish tanlasimi, taq chiqib pul ep tushganingizni iqror qilmang. Tağa. Dingdang. Mening bu ishni biladiganimni hargiz demang. Demayman. Ha. Cho'qim esinglarda bo'lsin. Gönjin pulni men bagina olan demaysizlar. Demaymiz. Siz xotirjam bo'ling. Sizlar degan bilanmi men bo'ynimga olmayman. Ustinglarni tuhmat qildi deb arz qilsam, meni shafqatsizkan deb og'irmanglar. Men ketdim. Uzatmadi qansa tağa.
Cöncan, sizni acı dep chaqiraymi yoki singlim dep chaqiraymi? Bu yıl qancha yoshga kirdingiz? 25 ga kirib 26 ga qarab maqdim, sizchi? Men 26 ga kirib 27 ga qarab maqdim. Amsa, yeshimizga qarasak sizni acı desam bo'g'dak. Biroq tashkilimizga qarasak, men sizning achingiz bo'laman. Sizlar juntondikilar doim shundaq manmanchilik qilasiz. Kimday xo'jayinni bizning katta ishimiz o'tqasin debdi. Chingunfu, Akiflarmi bo'sh odamlar emasmi? Bo'ldi, o'zimizga o'zimiz ega bo'lib, bir-birimizning ishiga aralashmaylik. Bo'lamdi? Bo'ladi. Sizmi o'zingizning yo'lida men, menmi o'zimning yo'lida men. Bo'lamda? Geldi! Tayarlan! Başla! Akam kelip ursa yengemni, yengem balısını elip anıslıkya gitti. Tekstilcilerin Lungin kendiniz gibi hizmetten geçirişle karşılamayın. Aslancam. Ulan nima aytadi? Tekstilcilerin karşılamayız gen nakşını edim atıdı. Siz vaqt tutunbegi bo'lamsiz? Ha, kemine iş beceriş ordunun tütünbegi Van Yavzu bunu ben. Bizning turadigan yerimizni o'rlashtirib qo'ying. Orlaştırıp koydum, elbette orlaştırıp koyman da. Amiz chamdalarimizni apmanglar. Makul, tekstilciler, merhamet. Ha, kırı, başla. Aslancam. Aslancam. Ne bo'ldi aytmanglar? Hijab berib turdi. Tekstilcilerin çamdanını kötürüşmem sen. Yengem balısını Oradan önü tıkan boldu. Bu bazatga nimani xarid Tez mamam sen. İçini yılda da çok ağır emez mi? Ay ben nereden bileyim? Kim o? Ben. Men degan kim? Wang Chokur. Hua. Nima ish? Birden paranı şahit geldim. Men yetib qoldim. Nima gap bo'lsa ati deyishayli. Hua. Ben bir yerde oturayım. Van Bigem, gezni kaçan okuyamaz. Ha, otur la. Hazır. Aval yokluğumu kılıven ha. Tanrıdı pay. Bu. Otur ha. Oğri. Bak. Van Bigem, ben Gundupay boğandan beri somkulağı kol tıkıp bakmadım cuma. Yine gözler, rastlavatım. Otur ha. Ha. Otur la. Yokluğumu kılmayma. Hazır sizlerge gezit okup berime. Merkez gezdi. Altın kaynın. Merkezi Akbarat Agentliği 7. Sak haberi. Kompartiya armiyası Nanjingni işgal kıldı. Bunu okumay. Kızık emaske. Tuz oturala ha. Başkasını okay. Merkezi Akbarat Agentliği 6. Sak haberi. Kompartiya armiyası Çangjiang deryasından öttü. Ha, bu mu kızık emaske? Bu mu kızık emaske? Yenilirsin okay. Merkezi Akbarat Agentliği haberi 33. çisa. Nime gülüsle? Ha? Mana gezitke 33. çisa dep pisto. Bu üçtigen xatni kömdüler ama Zavut hata biz qipto. Men hata okumudum. Bu ne? Ha? Nerede bu? Nerede bu? 33 günlük ayva. Ha? Şunak mı? Hemmisi 31, 30, yana 28 günlük emas mı? Davamlı okuy. Canlı yancan!
Men Van Begimni sodiq amaldor debdi. Van Begim, Nima? Can uyancanmo silini Van Begim deb chaqirmasa? Ağzını yum, u atkaçı o'g'ri. Tazım adamın keyfini uçurdu kelsa. Keyfim uçtu eminan. Mamamsa. Ne görmen? Rodipay, Van Begimni ochiqini keltirib qo'ydim. Men bugun tugashdim, Van Begimni xop qilib qo'ydim. Üzüğümü bilesen. Azrak ne soğuk sanla. Her kaç açık çekim bolsun yenip ketidi. Nima deding? So'g'at akramdim. Men ya pul bo'lmasa, nima so'q qilaman? Senin usta o'g'irlikligini kim bilmaydi. Qo'l saladigan chog'da qo'l sal. Ha, somkadan birini o'g'irlab, Van Begimga so'q qilayman. O'ylab baqay. Qarasam Van Begim mana ismli tekshiruvchini ko'sila. Uning ko'ksiga tikilib qarab qoladi ekan. Ha. Ko'ksini o'g'irlamdim. Tasımı dökken sen. Qarasam o'g'udun maydisiga yilqi chambiraklar bor, yumaloq narsa taqavapti. Oo, Rodipay, endi bildim bo'ladi. Qaramitimliklar. Yura, Ismoili. Nana tekshiruvchi. Lo'yin bozoridagi dangliq tutundagi Van Yovzu doklat qilib keldim. Van Tutunbegi, bugun qandaq o'rlashtirishlar bor? İşki yılağa Lo'yin bozoridan ma'rif ham sayya ishlarining xizmat ahvollarini doklat qilaman. Ha, doklad qilaman. Janjan tekshiruvchi deydigan yana bir e'lon bordi. Janjan tekshiruvchi. Van Tutunbegi, baldur turyapsiz-ku. Hay, farqi davlat uchun sadoqatini bildirib, ishki yil uchun xizmat qilaman-da. Doklad qiling, ha? Qara, ishki yil ish bajarish o'rniga berib, Pekirning doklatini olg'aysizlar. Ha? Mana tekshiruvchi. Janjan tekshiruvchi. Endi ishki yilga doklat qilsam bo'lamdi ya? Sizlar. Men o'ltirib tushuntirsam bo'lar? O'tiring. Ha, ma'qul. Lo'yin bozorining ma'rif, sayya ishlaridan berdigan doklatim to'vandikicha, to'vandikicha. Ishki yilga doklat qiladigan masalam ikki bo'lakka bo'linadi. Her bir bölekte tüttün mesele var. Her bir meselede yani ikkidan kichik Bo'ldi. Yana bizga maktablar bilan tazyiq ahvollarini ko'rsatib keling. Bizni boshlab bering. Voy, tekshiruvchi xonimlar. Bu doklatni men kecha uxlamay yezib chiqqan. Qarama, ko'zlarim qizib ketdi mana. Men sizni tunji ko'rgan chig'imda ko'zlaringiz qizil ketdi. Yura. Tez menga. To'g'ri, yensang to'g'ri o'qidi. Hammanglar birlikda bir qaytim o'qinglar, ha? Odam egiz qo'l. Sen o'qi. Qog'oz pol. Tekshiruvchilar, mana bu bizning maktabimiz. Bu yoq Yangliu muallim. Avasti. Ağzını yumuş! Hemen ağzını yumuş deymen! Sıra! Nimda atsla! Ha? Bu balla tasib adabsizken. Ularning gapini ko'nglingiz olma. Yura. Sen o'zi. Pam! Olmazsa! Dumballar amazon gibi! Tekshiruvchi xonimlar, damacı. Bizning maktabimiz layoqatlikda, ha? Shuni maktabdagilar olanda.
Undaqda qarama, ko'chalarni shundoq pokiz suratdiq, ha? Hatta yana do'minisizmi? Kiyimingizga to'p qolmaydi. Hojatxonadan pokizroq ekan. Meningcha, bu yerning tozaligi bilan ham maktablari loyiqasiz ekan. Man qaranglar. Tekshirish qilinlar. Tekshirish qilinlar. İştiganda bak astoydil bo'lib ketsa bo'lmaydi. Agar bak astoydil bo'lib ketsak, daryolik suvimiz harlik desak bo'ladi. Biz yanada gapni ochiq qilishaylik, ha? Layoqatli bo'lish uchun qanchalik pul topshiramiz? Men Yo'qotsa, ha? Kechir ola. Yo'qot. Yo'qot. Asta, qo'lingizni ko'tarib qo'ymagandim mana. Tamakam bilan. Hajab yer Tamlik ketdimi? yalpı suyu. Tekshirish qilinlar. Yalpı suyu ichinglar. Muzdek ham usulni bosadigan yalpı suyu. Kirama. Pokizmi? Shu emasmi? Pokizmidi? Nemish pokiz bo'lmoqdek. Buni lo'yin tag'idagi qor suvi bilan tayyorlagan. Ha. Bu xonimlarga birsiga 2 stakandan yalpı suyu bering. Rahmat. Tamlikmikan? Toza muzdek, a? Muzdekkan. Ha. Ha, rost tutunbegi. Bayan nima demoqchidingiz? Layoqatli bo'lish uchun qanchalik pul ketadi? Kumush tangimi, gonjim pulimi? Albatta, gonjim pulida. Tutunbegi, to'lagin do'kondagi mulozimdan olsam, Lo'yin bozordagilar nurg'un gonjim pul tepibdi, shunaqmi? Bakchiq. Butun Lo'yin bozoridagi hamma odam beyib ketdi, da. Ha, undaqda o'zingizmi beyib ketibsiz-da? Men qandaq beyolaydim. Hay, gonjim pulni tunji bo'lib bayqagan odam kim? Dingdongchu. Tekshiruvchi xonimlar, davomli tozliq ishlarini tekshiramdiq ya, mishani birdan o'ltirib. Tozliqni tekshirmayman. Men aylanib kelay. Mayli. Tutunbegi, menga hamroh bo'lsangiz bo'ladi. Jonjon, tekshiruvchisiz-chu. Menga hamroh olmang. O'zim yolg'iz aylanib kelay. Qanday xizmat tekshirish bu, ha? Yasalmiq o'qib qizillar. Xo'ja, bo'ldi, sizga hamroh bo'laychimiz, ha? Bu so'ning puli qaytarmasizmi bo'ladi? Bo'ldi, menga hamroh bo'lmasalmi bo'ladi. Hay, bu ishkisi o'lkadan avatgan tekshiruvchilarmi? Shundoq. Bo'lmasa ular bilan ko'cha aylanatdimmi men? Xo'ja. Kimda ish qilmoqchimi? Menga nima de? Menga bu ishki ayol sahiya ma'rif ishlarini tekshirgan emas. Gonjim pulini deb kelgandekli bilinyotdi. Siz qanday bildingiz buni? Alqanchilik bir Lo'yin bozoriga ma'rif sahiya ishlarini tekshirish to'g'ri kelsa, noidin odam avasili bo'lmadimi? O'lkadan odam evatishning nima hojati? O'zingizni setivasini bilmay o'ltirmang yana. Yalpı suyu! Muzdek temlik yalpı suyu! Yalpı suyu içinlar! Men acaba bu tarafını o'ylamabdim ha? Yalpı suyu! Yalpı suyu içinlar! Suvni qoldirdigan yalpı suyu! Avaylapmayanglar. Ma'qul. Endi kep turasizlar. Hey, singlim. Bu degan apyonxona, payishxona, ish bijirish o'rnining yanida. Ayada. Qamlashmagan. Men apyun chekkili keldim. Sizmi buni chekamsiz? Chekivatqali 7-8 yil bo'ldi. Men sizni taniyman. Siz o'lkadan kelgan tekshiruvchi-ku. Nimga qaraysiz? Hayron qoldik nimasi bor? O'lkalik hukumatga erlarning qaysi biri chekmaydigan? Tekshirguvchimi odam tursa? Shundoq. Shukring marhamat. Qani. Ayrimxona ustida. Marhamat.
Kördüm. Naydı jiqken. Hammasi Guanjin pul ekan. So'jiqlig'i meni chaqiring ha? Mehmon qandaq chay ichdi ekan? Eng yaxshisidan bir stakan. Dağlıq yeşil çaydan bir stakan. Hazırlık ilada. Ism sharpingiz nima ekan? Xo'shlig'ingiz tutsa, Li xo'jayin deb chaqiring. Ervoz deb chaqirsangizmi, ko'nglimga olmayman. Amsi Ervozi deb chaqiray. Yaqin og'im ekan. Shunaqmi? Shundoq. Amsa Ervoz deb chaqiravering, ha? Siz yerlikmi? Tigitektimden yerlik. Lo'yin bozorda bizning Li oilamiz barmoq sanoqda cho'ng oilalardan. Sizga bu atqanim emas. Mundaqni desab qo'ysaqmi, butun Lo'yin bozor tavraydi. Hay, sizmi chiqib necha sho'ram tatmamsiz? Elala chikib olgan edim. Chikin, ha? Men mehmon qilman. Ma'qul, chikaymiz. Bu Abiyonxonani ochqali qanchalik bo'ldi? Yangilik ko'chish harakati mazgildala oshqan. Keyin taqilib qilib, qayta oshqali degan bir oymi bo'lmadi. Hay, uyingizda kimlar bor? Dadam, apam, yana bir inim bor. O'zingiz o'yinadimi? Meningmi? Men dexe poytaxtman. To'y qilmadingiz? Xotindiga yana shu apyonga yetmaydi ekan. Ikkimizning dada o'xshashgan. Sizmi dexe yotliq bo'lmaganmi? Menga er kishi apyon yetmaydigandek bilindi. Biroq bu apyon bek nacharkan. Haqiqiy oltin dildinan yo'qmi? Yo'q. Shundaq. Bu yerdagi odamlar namarat haqiqiy apyonni chekamaydi. Odamlar u namarat emas. Bizning Lo'yin ketida kichik bola taraf qismi ko'tini Guanjin puli bilan surtidi. Chataqiri mal kirgizolmayapman. Hukumatdan qattiq tekshirotdi. Mushu molni ming bir japada yuqori bahoda ekirdim. Hay, Ervozi. Olsam Lo'yin teg'idan nurg'un Guanjin puli tepyapsizlar. Shundaqmi? Men ma'ngladim. Siz taqqa chiqib ip tushmadingizmi? Qiziq. O'zimning pullarimni hajlab bilolmay bossam. G'alit ishda. U pullar zotan nerdan kelgandi? Aeroplanlar kelgan. Siz ko'rdingizmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim. U aeroplan elimi Lo'yin teg'ida. Taqqa chiqmadim, da'vat etdingizmi? Men taqqa chiqib aeroplanni ko'rgan demakchi, pul ep tushdim demadim. Ervozi, sizga sap apyon tepib beralayman. Yana kelib, ba'zi bu najarmalnikidan ko'p asan. Rasma? Siz g'arbiy Sichuan zahar cheklash o'rnidagi Liu yakchashmini anglaganmi? Neymişki anlamay. Zahar cheklash atritining boshlig'i. Bu odam intayin vahshiy. Yuqur tavandagi 5 noyining apyon savdosining hammasini shu uzib qo'ydi. U mening do'stim. Mundaq bo'lsin. Men sizga xat yozib beray. Berib uni izlang. Qanchalik apyon setamoqchi bo'lsangiz, shunchalik setib bering. Yana kelib, ba'zi azon. Rasma? Tunji bo'lib, Guanjin pulini bayqagan cho'qim dingdam. Naylik bankadagi yang bankirning jiyanimi unaga yotliq bo'ldi. Nima uchun? Meningcha, pandimchakning qo'lida Guanjin puli hammadan jiq. Bu ko'yishing binosini ijaraga ilishqimi, tangi bo'lmas bo'lmaydi-da. Shundaq. Men yo'mini guruhga olganlarni dingdan avatdimikin deyman. Meningcha dingdan undaq odam emas. Uning qiynatisi yang bankirning qo'lidan har qanday ish keladi. Siz nachi vancha o'qir pullarni topa olganmidi? Buningga bir nima deyolmayman. U eng oxirida taqqa chiqqan odam. Biroq sizga desam, bu go'roxonani fohishxonaga o'zgartirish uchun nurg'un pul ketadi.人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时
是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在相看狗变人。收捐抓壮丁，开档户人民骂他是狗官。王保长，芝麻官狗腿子一个乱收捐，抓壮丁，开档户人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在相看狗变人。